Men 500 yil yashadim va kiyimlarni qanday qilib tartibli saqlashni bilib oldim. Paypoqlarni bittasi yo'qolib qolmasligi uchun bu usulni tavsiya qilaman. Kurtkalarni havo isigani sababli shu tarzda saqlash yaxshi va joyni ham tejaydi va holatini yaxshi saqlaydi. Kapyushonli kiyimlarni tartibli saqlash uchun ushbu usulni sinab ko'ring. Qisqa yengli ko'ylak etagini qaytaring, keyin pastki qismini orqaga qaytaring. Bu kiyimni ajinsiz saqlaydi. Sport shimlar bu usul joyni tejaydi va ular olishni osonlashtiradi. Jinslarni ham tartiblash usuli ajin tushib qolmaydi.